Shu smartwatch bilan AirPods'ni va ikkitalisini 60 ming so'mga olsangiz bo'ladi. Buning uchun videoda batafsil ko'ring, tushuntirib o'taman. Buning uchun telefoningizni olasiz va Yandex.Marketga kirasiz. Bu yerda qidiruv bo'limiga smartwatch AirPods deb yozsangiz, mana shu 154 ming so'mligini oling. Ikkita chiqadi, ya'ni ikkita soat. Bu yerda AirPods'lari bor, demeshuvlari, hamma qulayliklari bor. 154 ming so'mlik soatni tanlaysiz. Savatga qo'shasiz. Savatga qo'shganingizdan keyin promokod degan joyiga sizga 60 promokodini yozsiz. 61740 so'mga tushadi. Bo'lib to'lashga ham ossiz bo'ladi. Mahsulot dastavkasi mutlaqo bepul. Yaqinlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.